sevimli joyim deyotgandir uni. Bir-birlaridan uzoqdaliklarida Qizlar, xudo xohlasa men yangilik kiritmoqchiman. Sizlarga xudo xohlasa yangilik qilish niyatim bor. Meni kuzatib boringlar. Buning uchun yangilikni bilish uchun meni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana buni qaranglar, qanaqa asal chiqdi qizlar, buni chiroyliligini qaranglar buni. Yarashini qo'y. Qaranglar buni. Asal narsa chiqdi, vopshim. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli. Yonishini qaranglar qizlar. Sizlarga ajoyib yangiligim bor. Meni kuzatib tursanglar, xudo xolasa yangilik aytaman qizlar. Juda katta yangiligim bor, juda katta. Katta rahmat. nima uchun? Ancha yangiligim bor qizlar, bularni asalligini qaranglar, bularni Meni chaqirgan. rangini qaranglar bularni. Ko'rsizlarmi? Meni baxtli qilish uchun qilayotgan barcha go'zalliklaring uchun. Men qilishim kerak bo'lgan ishni qilyapman, Riyan. Hali bitta yana narsa yasaman. Menga avvalgidek qarashingni Bizda soat hozir 4:51 bo'ldi. senga qo'limni tekkazganimda hayiqmasligingni Men hali ham uxlaganim yo'q. Sizlarga yangilikni kiritish bilan bandman. unutishingni xohlayman. Mana bitta yana tilla qo'sh 8 olganman. Bu ham tayyor bo'ldi mana. Ko'rasizlarmi? Ovqatlanaylik. Taomlar Bu sovuq ham qoladi. tayyor. Eslasanglar, bundan avvalroq xuddi shunaqasidan yasaganman. Buni chiroyliligini qaranglar. Bunga gap yo'q.